To'rdoshlar, Amerikadagi bir qism siyosiyonlar yangi tipdagi tojisimon virusni ko'p qatim Jungo virusi deb atab, xalqaro jamiyatning g'azab nafratini qo'zg'adi. Yevropa taratqullari buningga eriqchilik, o'chlik psixikasi, qurbonlik izlash degandek so'zlar bilan baho berdi. Virus manbasi ilmiy masala, ilm uchun isbot kerak. Sirtning ayıplashi borgan sari Amerikaga markazlashmoqda. Amerika yuqum haqidagi 3 masalaga javob berishi kerak. Birinchi savol: Amerika kasallikning oldini olish tizginlash markazining mo'ljaricha 2019 yil 9-oydan boshlab Amerikada 30 milliondan ortiq odam tarqalishdan zukam bilan yuqumlandi. 20 ming odam o'ldi. Amerika kasallikning oldini olish tizginlash markazining mudiri yaqinda bu o'lgan bemorlarning bir qismining yangi tipdagi tojisimon viruslik o'pka yallig'i bilan o'lganligini oshkor e'tirof qildi. Undaqda o'lgan 20 mingdan ortiq odam ichida zodi qanchalik odam yangi tipdagi tojisimon viruslik o'pka yallig'i bilan o'lgan? Amerika yangi tipdagi tojisimon viruslik o'pka yallig'ini tarqalishdan zukam degan nom bilan niqoblayotamdi qandaq? Ikkinchi savol: Amerika nemishqa 2019 yil 7-oyda Maryland shtatidagi Detroit ximiyalik qurol bazasini tuyuqsiz taqib etdi. Bu Amerika armiyasining eng chong ximiyalik qurol tadqiqot markazi edi. Üçüncü savol: 2-oyning o'tirlarida Amerika hukumati yangi tipdagi tojisimon virus yuqumini pisantiga olmadi. Lekin Kengash palata axborot komitetining nurg'un amaldorlari necha millionlik pay chekini elishiga setvatdi. Bu nima uchun? Acaba siyosiyonlar bir tarafdan yang savdosi qilib, yana bir tarafdan yuqum ahvolini ommadan yoshirganmi? Yuqum yuz berganda oldi bilan qurollarning jinni emas, o'zining kapitalini o'ylaganmi? Shu joy vaqti 3-oyning 22 kuni soat 18 ga qadar Amerikada yangi tipdagi tojisimon viruslik o'pka yallig'i bilan yuqumlangan jazmlashtirilgan bemorlar 33073 ga yetdi. Moshundaq jiddiy vaziyatda Amerikadagi ba'zi siyosiyonlarning qilmishi xuddi insoniyatning qisqacha tarixining avtori Yuval Harari yaqinqi bir maqolasida aytgandek, hech qanday mas'uliyatni ustiga olmaslik, hech qanday xatolikni e'tirof qilmaslik, hamma töhfini o'zining qilib olish, hamma javobgarlikni haqqi ishtirib qo'yishdan boshqa narsa emas. İnsanlar vaqt bilan hayotni qayni qaytarishga qodir emas. Amerikadagi bir qism siyosiyonlar baldiroq hoshini topmasa, hamon bir kuni og'ir badal to'laydi.